Assalomu alaykum hammaga. Siz My Anime News kanalidasiz. Oldingi videolarda Sukunaning to'liq tarixiy yaralishi hammasi haqida ma'lumotlarni bergandim. Bugungi videoda esa sizlar bilan Sukunaning o'limi haqida gaplashamiz. Bu video 2025-yil, ya'ni shu yildagi oxirgi video. Kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Shu uchun videoni oxirigacha ko'rib, bu yildagi oxirgi videoga like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Video qiziqarli bo'ladi, shu uchun oxirigacha ko'ringlar. Qani unda boshladik. Ryomen Sukuna 1000 yil oldin yashagan la'nat qiroli. Bugungi kunda esa uning kuchi legendarniy darajada. Sukunani yengish uchun eng oxirgi yo'l bu Gojo edi. Lekin Gojoni Sukuna yengadi. Sukunani yengish uchun yagona umid Gojo. Satoru Sukuna Gojoni Maharaga bilan yengadi. Maharagasiz yenga olmasdi. Maharaga Gojoning cheksizligiga moslashadi. Sukuna dunyoni kesuvchi zarbani o'rganadi. Undan keyin Gojoni ikkiga bo'lib tashiydi. Ammo bu jang shunchaki jismoniy kuch bilan hal qilinmagan. Gojo Satoru bilan Sukuna jangi. Gojo Sukuna bilan jangda cheksizlik plus Maharaga bilan kurashadi. Ammo Sukuna Maharaga bilan Gojoning cheksizligiga moslashib kuchli keladi. Natijada Gojoni Sukuna ikkiga bo'lib tashiydi. Chunki Sukuna dunyoni kesuvchi zarbani o'rganadi. Maharaga esa cheksizlikka moslashadi. Ushbu jangdan so'ng Sukuna o'zining maksimal kuchini namoyish qildi, lekin oxirgi g'alaba hali emasdi. Gojodan keyin Sukuna Hajime Kashimo hujumiga uchraydi. Uning granat energiyasi elektr, maxsus texnikasi bir martalik o'lim evaziga kuchayish, hujumi foyda bermaydi va Sukuna uni tez va oson mag'lub qiladi. Bu jang Sukunaning asl Heiyan tanasini ochib beradi, uning haqiqiy shakli va kuchini ko'rsatadi. Sukuna to'rtta qo'lli, to'rtta ko'zli maxluqqa aylanadi. Hajimedan keyin Yuji Itadori va Hiromi Higuruma hujum qilishadi. Higuruma sud domeni Sukunani aybdor deb topadi va o'lim qilichini chaqiradi. Yuji ichidagi qattiq nafrat va jismoniy kuch bilan Sukunaga qarshi chiqadi. Natijada Higuruma halok bo'ladi. Sukuna sud hukmidan qisman qutuladi. Yuji esa jangni davom ettirib, ruhiy va jismoniy zarbalar bilan Sukunani ichidan qiynaydi va jangga Yutakotsu va Rika qo'shiladi. Ikkinchi eng kuchli jodugar Rika esa cheksiz la'nat energiyasi. Hujum natijasida Sukuna jiddiy jarohat oladi, ammo Malevolent Shrine orqali ustunligini qaytaradi. Bu jang Sukunaning chidamliligini va strategik ustunligini ko'rsatadi va jangga Makizaning ham qo'shiladi. La'natsiz, lekin jismoniy jihatdan monster darajada kuchli. U Toji Fushigironing kuchsizroq ayol varianti. Maki Sukunaga to'g'ridan-to'g'ri hujum qiladi. Natijada Sukuna jarohatlanadi, lekin yiqilmaydi. Maki kuchsizroq bo'lsa-da, hujumlari og'ir va samarali bo'ladi. So'ngida Itadori Yuji bilan yakuniy jang. Yuji Sukuna ichida bo'lganligi uchun uning la'nat energiyasiga Yuji moslashadi. Jismoniy va ruhiy zarbalar Sukunaning ruhiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi, chunki u Megumi tanasida. Natijada Yuji Sukunaning ruhini parchalab, Megumi tanasida barqaror tura olmasligini ko'rsatadi. Sukuna ichidan sindiriladi. Yakunda Sukuna to'liq yo'q qilinadi. Qayta tirilish imkoniyati umuman qolmaydi. Jang g'alabasi oddiy kuch bilan emas, balki taqdiriy va ruhiy ustunlik bilan bo'ladi. Agar Sukuna Yuji ichidan chiqib, tanasi barqaror bo'lganida, yana qayta tirilish imkoniyati bo'lardi. Sukunaning o'limi legendarniy voqea. Manga tarixida eng mashhur janglardan biri. Anime chiqarilganda, jang vizual jihatdan dramatik va epik bo'ladi. Chunki Maharaga cheksizlik, Sukunaning ruhiy zarbalari, Yujining ichki nafrati va kuchi yaqqol ko'rinadi. Xullas, Sukuna jismoniy va ruhiy jihatdan mukammal yuzlik. Yuji taqdir va ruhiy ustunlik bilan g'alaba qiluvchi qahramon bo'ldi. Hozir Sukunaning o'limi haqida qisqacha gapirdim, lekin animesi chiqqanida to'liq jang haqida gaplashamiz, chunki jang qiziqarli bo'ladi. Bugungi videoda sizlar bilan Sukunaning o'limi haqida qisqa gaplashdik. Savollar bo'lsa, kommentariy ochiq. Bemalol savollarni berursanglar bo'ladi. Oxirgacha ko'rganlar uchun rahmat. Shunaqa qiziqarli videolarni chiqaraman, shu uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib, shunga o'xshagan qiziqarli videolarni o'tkazmaslik uchun qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Bosib qo'ygan bo'lsangiz hozircha xayr. Keyingi shunga o'xshagan qiziqarli videolarda ko'rishguncha. Dark Wave.